Hammaga salom. Yaxshimisizlar? Bu narsani xohlamagandim, lekin zamon shunaqangi rivojlanib ketyaptiki, hamma narsa robotlashib ketadi, xudo xolasa. Xo'p, bular nima ish bajaradi desangiz, agarda kutubxona bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi yoki oshxona bo'ladimi, hamma ishni bajarib beradigan robotlar bor ekan. Ya'ni nimalar? Kutib oluvchilar, reception va bu yoqda agarda bank bo'lsa, bankingizga oladigan bo'lsangiz, chek chiqarib beradigan, navbatni chiqarib beradigan narsalar va bu yoqda oshxona, mehmonxona uchun ya'ni ishchi sifatini bajarib beradigan narsa, ya'ni ovqat tashib beradi, narsangizni tashib beradigan narsalar bo'ladi. Bularning narxi $3000 dan $8000 ekan. Qoyilmisizlar? Xo'p, zaryadlarga keladigan bo'lsak, 8 soat zaryad olar ekan va 10 soat bemalol ishlab berar ekan. Va shunaqangi GPS o'rnatilgan ekanki, orqasida shunaqa zaryad oladigan joy bor ekan. Hozir ko'rsataman imkon qadar. Xo'p, xuddi shu joydan o'zi zaryadi o'chayotgan paytda yurib borib o'sha zaryadlaydigan joyga borib o'zini zaryadlar ekan. Zamon shunaqangi bo'lib ketyapti. Bu narsani nimaga video boshida xohlamaymiz dedim. Chunki odamlarni kuchi umuman kerak bo'lmay qoladi. Ya'ni odamlar danga sovib ketishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lib ketishi mumkin. Ishsizlik kamayadi deyishi mumkin. Yana qanaqa narsalar bo'lishi mumkin? Kommentlarda yozib ketinglar. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa holatlarda bularni ishlatish mumkin? Xo'p, bu nazorat kamerasi sifatida. Bu yoqda reception. Bu yoqda tozalovchi. Bu yoqda ham ya'ni xizmat ko'rsatuvchi sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Va bu yoqda bitta bahaybati bor ekan. Buni nimaligini hozir harakat qilib bilishga harakat qilamiz. Xo'p, bratlar. Petbot bu nima qila oladi? Xo'p. Buni nimaligini bilmadim. Hozir videoni ozgincha o'chirib turaman va buni nimaligini so'rab olaman. Bu robot nimaligini bildim. Mana videoda ko'rayotganlaringizdek, bu politsiya, ya'ni soqchi vazifasini bajarib beradigan, ko'chalarda begona insonlarni yoki mastlarni, qo'yingki shunaqa narsalarni tekshirib yuradigan, xabar beradigan robot ekan. Zo'rmi? Xo'p. Videolarimizga like bosib qo'yinglar. Sizlardan pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Shunaqa yangiliklar ko'proq insonlarga yetib borishiga sababchi bo'lib qolasiz, xolos. Salomat bo'linglar.